Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz Qadamjoy rayoni Aqqayin yaylovidagi Mo'lbuloq dachasini obzoriga keldik, do'stlar. Manzaraga bitta baho berasizlar. Manzara o'ta shikarni, Shveysariyaning tabiatini beradigan darajadagi manzara ekan. Xo'p, dachamiz nomini qaytarib o'taman. Dachamizning nomi Mo'lbuloq. Bu yil yangi ishga tushdi ekan. Mana bu yerda muxlislarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin. Zo'r bolalar ekan. Qizlar, o yashaylar. Ana shu dachamizni, demak, obzorini qilamiz. Do'stlar, asosiy kirib kelish joyi mana bu postdan o'tgandan so'ng o'zlarining reklamalarini qo'yib qo'yishadi. Mo'lbuloq deyiladi. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring, mana bu asosiy yo'l. Mana shu yo'lga yetmasdan o'ng qo'l tarafga kirib ketiladi. Va mana bu yo'l orqali, demak, Mo'lbuloq dachasiga kirib kelinadi. Mo'lbuloq deyishning sababi bu yerda mana shu joydan chiqadigan 2-3 ta buloqlar bor ekan, yer tagida chiqadigan shifobaxsh zo'r buloqlar bor ekan, suvini shuni nomiga qo'yilyapti. Atrof mana dachalar, mana bu dachalarimiz ham Mo'lbuloq dachasi mana endi ish faoliyatini boshlayapti ekan. Mana dachamiz mana shu yelib yuguradigan yigitlari bor ekan. Qalay bu sharoitlar? Yaxshi, Mo'lbuloqqa kelaverasizlar. O'zim kutib olaman, yaxshi tovoqlar qilib beramiz. Inshaalloh, ha? Ay yaxshi, mana bu yigitni o'zi kutib oladi. Mabodo yo'lda qiynaladigan bo'lsalaring ham Telegram, WhatsApp orqali nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaatlar mana shu yo'lni o'zlari olib kirishadi. Yoki Mo'lbuloq qayerda desalaring ham Mo'lbuloq deb ko'rsatishadi. Joylar zo'r ekan. Yaxshi kelaverasizlar, yaxshi yerdan olamiz. Arzon qilib beramiz. Arzon qilib berish ekan. Inshaalloh mana dachalarimiz yangi ish faoliyatini boshlayapti. Bu yilda mana Mo'lbuloq dachasi ish faoliyatini boshlayapti. Qo'ldan kelgancha bu sharoiti boricha bugun obzorini qilamiz. Kami xudo xolasa bu yil to'ldiriladi. Qishki sezonda ham boshlaymizmi? Boshlaymiz. Qish sezonidan boshlaymiz, ha? Barliq sharoitlar bor, kelaverasizlar. Bo'ldi, qishda ham sharoit qilib berasizlar. Beramiz. Qishda betlar polni qor bo'lsa kerak. Qor. Qor bo'ladi. Hozir aytish bo'yicha mana shu tomondan qorda uchadigan zipline nimalari, uchadigan joylar mo'ljallashyapti ekan. Mana shu joylarni bu turizm maskaniga aylantirishyapti. Mana bu yerlarda mazza qilib voleybol o'ynab, es olib ketsalaring bo'ladi, do'stlar. Xo'p, do'stlar, dam olish maskanimizning narxlari haqida boshlaymiz. Eng kerakli narsa bilasizlar, shu dachaning sharoiti narxlari haqida ketiladi. Mana bu turgan joyimiz oshxona. Oshxonami bu? Demak, oshxona. Qizlar, bitta reklamani ko'rsatib qo'yinglar qog'ozni. Mo'lbuloq. Ya'ni Mo'lbuloq degani bu buloqlar ko'p joy, to'g'rimi? Yashasin. Xo'p, mana bu yerda mana oshxonamiz bor, do'stlar. Shu yerdan boshlaylik. Xolasalaring o'tinda gazimiz bormi? Gaz keladimi? Endi Gaz endi gazlash ekan. Mana bu yerda mana ko'pchilik jam bo'lib kelsalaring ham mana inshaalloh sekin-sekin mana bu yer yangi ish boshlayapti. Mana chiroyli qilishib, oshxonamizni ham cho'tka yig'ib, o'sha sharoitlar qilib berar ekan. Mana bu yerda 24 soat choyimiz qaynaydi. Suvda muammo yo'q. Xo'p, endi mana bu yerda tapchalarimiz bor. Tapchalarimizni 1 kunlik, ya'ni kunduzidan kechasigacha bo'lgan narxi 2000 so'm qirg'iz so'midan narx aytilyapti. 2000 so'm pul bizning pulimizga 1000 so'm bir o'zi qaramay 280 ming so'm narx aytilyapti. Joyda bitta baho beriladi. Mana toza, pokiza joylar. 8 tagacha odam sig'adi. Bitta odamga 250 so'mdan to'g'ri keladi. 250 so'm. Agarda yotib qolish niyat bo'ladigan bo'lsa, yotib qolish nimaga? 4000 so'mmidi? Yotib qolish 4000 so'm, ha? Yotib qolish 4000 so'mdan. Xo'p, endi bundan tashqari, do'stlar, mana bu yerda shu tapchalarimiz bor. Mana bu eja o'zi kutib olishadi bu yerda. Manzara o'ta salqin, shikarni. Bu yerda o'toqlarimiz bor, ha? O'toqlarimizni necha bilyapmiz? Narxini $100midi? Narxi $100. Yotib ketishga $100 sutkasi. Kunduzini o'ziga adashmasam 5000 so'm. Kunduzi kelib, kechasiga kechma ketadigan bo'lsa 5000 so'm narx aytilyapti. Hozir mana bu o'toqlarimiz mana bugun erta bitish arafasida. Inshaalloh keyingigacha chiroyli holatda bo'lib qoladi. Do'stlar, mana bitta baho beringlar. Ichki ko'rinishi o'tobimizda.
Mana bu yerlar sekin asta bitish arafasida. Xo'p, endi mana bu o'tuvimiz ham. Bu ham yangi bityapti. Hozir bitta ichini ko'ramizda. Mana bu bitgan holati. Bu o'tuvimizni past tomoni bitgan. Tepa tomonga hozir ashkalarini berar ekan. Qiroqlariga chiroyli holatda joylashar ekan. Bu yerga ham kamida 10-15 ta odam bemalol sig'ib dam olib ketsa bo'ladigan joy ekan. Do'stlar, bu yerga kelib faqat dam olish kerak. Mana bu Shohmardonni postlardan zerikkan insonlar uchun zo'r imkoniyat. Bu yerga kelsa faqat bitta post bor. Yo, Vadil post yoki Rishton postdan Qadamjon rayoniga kelgandan so'ng Qadamjon rayonidan Haydarkon tomonga yuriladi va 30 kilometrdan so'ng chat tomonda o'zi Oqqayni belgisi bor va shu tomonga boshlaydi. Siz Qadamjon rayonidan bu yergacha 45 kilometr masofa bor. Mana bu o'z uylarimiz ham bitgan holati. Sutkasi $100 deb narx berilyapti. Eng maza qiladigan joyi mana bu yerdagi fishkani qaranglar. Vobshim zo'r. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. WhatsApp, Telegram orqali chiqishlari mumkin. Hozir buloqini ham ko'ramiz. Iyun bo'lishi, iyul 21-iyulga qaramasdan manzara o'ta zo'r. Mana shu tomon Oqqay vodiysining joylashuvi. Mana voleybol boshlashdi mana. Oqibati sinmoqsa kelib maza o'ynaydigan joy ekan. Assalomu alaykum. Aka, hormanglar, charchamang. Nazarga salom qilasizlarmi aka? Yaxshi. Akalar boshladikmi? Bo'ldi. Mana qaranglar, vobshe maza qilib kayf beradigan manzarada. Jamoa bu o'ynab, bitta boshlagancha biz buloqni bitta ko'rib kelamiz hozir. Oba. Aka, sizlar qayerdan keldinglar? Batkendan keldi. Qadamjon rayonida. Qo'y mana. Sizlar sinfdoshlarmi? 85. Qadamjon rayonining 85-chi. Nechinchi maktab? Salom, O'zbekiston xizmatchilari. Qirg'izistondan. Malades. O'zbekiston 85-yillariga mana salom yo'llayapti, vizit tashlayapti. O'zbekiston 85-yillari ham kelalarmikan deyapti. Inshaalloh. Ana. 85lar kelmasalar bo'lmaydi bu joylarga. Qadamjon rayonining yigitlari ekan. Mana tomonimizda buloq bor, tabiiy toza buloq. Shu nomi mo'l buloq deb ataladi. Qishda mana shu joylar oppoq qor bo'ladi, mana shu joylarga shu bolalar uchadigan joylar qilamiz deyapti. Yana planlarini aytyapti bizga. Mana bu yerga bolalar uchadigan halinchaylar, turli xil o'yingohlar quramiz deyapti. Bemalol farzandlaring bilan kelib maza qilib dam olib ketadigan joylar ekan. Yo'l qayerda ekan bu yerda? Boraveraylikmi? Hozir mo'l buloqni ko'ramiz. Do'stlar, fishka yondiryapti. Fishka vashi dahshat. Assalomu alaykum oqsoqol. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang, yuribsiz. Mo'l buloq deyilgan aka, shu buloqni ko'raylik deb kelyapmiz-da. Bu yerda suvlar dishvobash bo'lsa kerak, qaranglar. Oyoq botib ketyapti, qo'yib qolish kerak. Mana bu yerdan qaranglar, mana o'rab qo'yishgan. Turli hayvonlar kelmaslik uchun asosiy mana suvda joy. Mana buloq tabiiy toza chiqadigan joy. Bu buloqlardan 2-3 ta bor ekan, mana tomonlar. Bu yerga hayvonlar tegmaydi. Toza klassik suv. Endi do'stlar, bu Oqqay
Yaylov deylar, vodiysi deylar. Es aluvchi joyi, ha? Xo'p, bu yer sekin turizm maskaniga aylantirilyapti. Mana kesalarni ko'rishlari mumkin. Yo'llar asfaltlashyapti. Inshaalloh sekin bu yerga elektrlar ham keladi. Elektr kirib kelyapti. Elektr tizimi aslida bu yerda quyosh paneli asosida demak yorilib xizmat ko'rsatiladi. Sekin bu yerlar ham turizm maskaniga aylantiriladi. Hojibo, qishda ham kelsa bo'ladigan joy. Qolasa, shu balondarlar kelib turizmni ham Qishga yurgizamiz, ha? güzel degan niyatlar bor. Qor zo'r bo'ladi. 1 metr bo'ladi. Qo'y. 1 metr bo'ladi. 1 metr. Ha, yigitlar kelsalar, mana shu xizmatda bo'ladi. Assalomu alaykum. Tuzyapsizlar. Qanday endi? Zo'rmi? Tabiat zo'r ekan-a? Tabiatga gap yo'q ekan. Shveysariyani kayfini berar ekan, ishonaveringlar. Bu Shveysariya ekan haqiqatdan. Ta'rifga til ojiz. Do'stlar, mana manzarali gullar o'ta zo'r. Do'stlar, bugungi Mo'lbuloq haqidagi obzorimiz shundan iborat. Qanaqa qo'shimcha savollar bo'lsa, telefon nomerlarini yozib qoldiramiz yoki o'zimga shaxsan chiqadigan bo'lsalaring ham lokatsiyasi hammasi haqida 24 ga ma'lumot beraveramiz. Telefonda beyetkaz ma'lumot beramiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Dachamiz nomi Mo'lbuloq. Bemalol tashlab yurishlari mumkin. Mana bunday fishkada dam olib ketishga hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling. Keyingi video obzorimiz ko'rishguncha salomat bo'linglar.